Oxirgi 10 yilda o't qopi oldirib tashlash operatsiyasi 10 barobar oshganligi bu sir emas. Bu nafaqat o't tosh kasalligi bor bemorlarda, balki o't qopida tosh bo'lmasa ham to'g'ri ovqatlanib yurgan, ozish maqsadi har xil diyetalarni qilib yurgan odamlarda ham un yobosh sohasida og'riq, ovqatdan keyin qorinda og'irlik hissi kuzatilmoqda. Odatda shifokorlar kimyoviy preparat yoki operatsiyalarni yechim qilib ko'rsatmoqda. O't qopida tosh bo'lmasa ham o't qopi ishdan chiqadi. Natijada olib tashlanadi va ovqat hazm qilish buziladi. Tana vazni ortib borishi juda ko'p kuzatilmoqda. Chunki yog'lar parchalanmagandan so'ng tanada teri ostida yig'ila boshlaydi. Qopidagi toshlarni uy sharoitida eritish va uy sharoitida o't qopini davolaydigan eng zo'r bitta usul bor. Albatta saqlab olib yaqinlarga tarqatib qo'ying. Kerak bo'ladi 1 choy qoshiq tomat pastasi, yarim ta limon va 1 choy qoshiq rastorovka yog'. 100 ml suvga tomat pastasini eritib, unga rastorovka yog'ini solib, 1 choy qoshiq ustidan limonni siqib, nahorgi och qoringa bir oy ichsangiz bo'ldi. Toshlaringiz eriydi, o't qopi shifo topadi, vazn kamayadi. Sog' bo'linglar, sizlar bilan doktor Kamilov.